Endi O'zbekistondagi samolyotlarda ham internet bo'ladi. Ha, endi bemalol parvoz vaqtida internetdan foydalanib ketishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, batafsil tushuntiraman. Xullas, keyingi yilda Fransiyadan yangi zamonaviy 14 ta Airbus samolyotlarini sotib olamiz. Bundan tashqari 5 tasini ijaraga olishimiz mumkin ekan. Boeing kompaniyasi bilan esa 12 ta samolyot bo'yicha muzokaralar ketmoqda. Zo'ra, agar yuqorida aytilgan umumiy 31 ta yangi samolyot O'zbekistonga olib kelinadigan bo'lsa, ularni qaysi aviakompaniyamiz qabul qilib olishini bilmadim-u. Taxmin qilib ko'ramiz. O'zbekiston havo yo'llarida hozirgi kunda adashmasam 40 ta atrofida samolyot mavjud. Demak, milliy aviaparkimiz sezilarli darajada boyirkan. Bu yanada xavfsiz parvozlar, zamonaviy va shinam o'rindiqlar, bundan tashqari bort ichida internet hamda televideniya deganim. Aytgancha yangi yo'nalishlar ham. Xo'sh, siz yana qaysi shaharlarga yangi yo'nalishlar yo'lga qo'yilishini kutmoqdasiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Narx bo'yicha arzonlashishlarni kutsak bo'ladimi deysizmi? Menimcha bu savolga aviakompaniyalarimiz javob berishgani ma'qulroq. Xullas, vaqt ko'rsatadi.